Hammaga salom. Yangi o'rgangan narsalarim bor. Mana shu podplayer bo'yicha o'shalarni ham bo'lishmoqchiman. Hop. Daily men odatda film tomosha qilayotganimda, ayniqsa tarjima qilayotganimda bookmark qo'yib ishlataman. Ya'ni masalan, No. am, See, mana usually. shu joy kerak bo'lib qoldi menga va men oldinga borib, yana orqaga qaytishim kerak. Ya'ni xuddi mana shu joyga qaytishim kerak. Buning uchun men P ni bosaman klaviaturadan va daily oldinga chiqib mana shu qizni qaysidir bir gapini ko'rib oldim yoki mana shu sahnani ko'rib oldim. Bu yerda nima qilyapti bu? Keyingi ya'ni voqealar rivoji qanday bo'ladi? O'shani bilib oldim. Endi yana boyagi joyga qaytishim kerak mana. Belgi turibdi o'sha. Xo'p, unga qaytish uchun Alt Z ni bosamiz. Mana o'sha turibdi mana 33-daqiqada qo'yilgan ekan. O'shanga 2 marta bosamiz va boyagi joyga meni olib keladi bu. Quite active. Juda ham qulay narsa. Xo'p. Keyin daily men masalan, Yeah. hop, yozuv bor joy bormikan? Deylik. Deylik mana bu tomonda mana qaysidir bir dori bor ekan. O'shani ko'rib olishim kerak. Doesn't make it feel any better. Yeah, it doesn't. I'm sorry. Unfortunately, it comes with a job. Ba'zan mana bu tez o'tkazib tashlagani uchun kamera harakatini ko'rishga ulgurmay qolishimiz mumkin. O'sha paytda frame bo'yicha o'tkazish mumkin. Buning uchun D va F tugmalarini bosamiz mana. D ni bossak, bitta orqaga yuradi mana. Sekin bitta frame bo'yicha orqaga yuradi mana. F ni bossak, oldinga yuradi. Bitta frame bo'yicha. Bu ham o'zimizga kerakli bir vaziyat uchun foydalansak bo'ladi. Juda ham qulay narsa. Va bundan tashqari, oldingi videolarda aytdimmi yo'qmi, bilmadim. Videoni tezlashtirib, sekinlashtirish. Bu C tugmasi bor. Oldinga ko'paytiradi mana. Tepada ko'rib turganinglardek. Adashmasam bu ketaverar ekan yo. 4x gachami deb o'yladim. I just got scolded for the Mana. Tez o'tkazib tashlaydi. Bu yoqdan ham naqsa bo'larmikan buni? Ko'raychi. Yo, bu yoqda yo'q ekan. Xullas. Mana buni sekinlashtirish uchun endi X ni bosamiz. Boyagi 1 ga qaytarish uchun o'zini original tezligiga qaytarish uchun Z ni bosamiz. Mana. Oh, but maybe. Agar xohlasak, boyagi yana 10x ga qaytarish uchun yana bir marta Z ni bossak, mana 9 ga qaytadi. Agar buni yana ozgina 1 yoki masalan 1.5 ga qo'yib Z ni bossak, yana 1.5 ga qaytadi. Ya'ni eng oxirgi harakatni eslab qoladi bu. Xo'p. Yana bir kichik bir life hackcha. Boyagi nima? Masalan, qo'shiq qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, qo'shiq ham qo'ysa bo'ladi bu podplayerda. O'shani qaytarsa bo'ladi. Cheksiz ravishda. Buning uchun playback ga o'tib, hop. Repeat playback degani bor mana. Disable ni bossak, mana bu videoning oxiriga o'tadi-da, to'xtaydi. Ya'ni qaytadan boshlanmaydi, boshqa videoga ham, boshqa qo'shiqqa ham o'tmaydi. Enable ni bossak, mana shu video yoki qo'shiqni qaytarib turaveradi. Yo'q, mana bunday to'g'ri. Mana bu. Bunda ham o'sha. Mana bu disable bilan enable mana bu ikkalasi o'xshash. Mana bu ham ikkalasi bir xil desak bo'ladi. Mana bu enable bilan birinchi bilan to'rtinchisi. Mana shu narsa. Keyin menimcha yana bitta funksiya bor, uni ham aytmadim oldin. Preference ga o'tamiz uning uchun. Mana F5 playback advanced time jump degani bor edi mana. Bu mana chap va o'ng strelkalar bor. O'shani bir marta bosganimizda necha sekund oldinga yoki orqaga o'tishini sozlasak bo'ladi mana. Men 3 sekund qilib qo'yganman. Control chap yo o'ng strelkani bosdik, 30 sekund o'tadi. Shift deyarli bosmayman. Shift ni bosib chap yo o'ng strelkani bossak 1 daqiqa keyinga suradi. Shunaqa qilib
sozlab olsak bo'ladi. O'rgatmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi.